agar bolangiz nosog'lom bo'lsa, to'g'ri sog'lomlashtirmasangiz u bolaga qilgan emlashingizda ham bolada 95% immunitet hosil bo'lmaydi. 70% bo'lishi mumkin, 80% bo'lishi mumkin yoki umuman hech qanaqa immunitet ishlab chiqarilmaydi. Immunitet ishlab chiqarmagandan keyin nima bo'ladi? U bola albatta kasal bo'ladi. Chunki yuqumli kasallikni chaqiruvchi mikrob yoki virus aynan o'sha bolalarni o'zi topishi yo'lini biladi. Chunki qarang, 100 ta bolani emlasangizda, shu 100 ta boladan 10 ta bolada immunitet hosil bo'lmadi. Lekin 90 tamizda immunitet bor. U virus yoki mikrob aylanib yurgandan keyin nima qiladi? O'sha 10 ta bolani kasal qiladi. Qizamiq kasalligida tashuvchilik yo'q, Xudoga shukr. Chunki misol uchun kasal bo'lgan bola u tashuvchi bo'lmaydi, faqat kasal bor joydagina yuqtirish xususiyatiga ega. Agar qizamiq kasalligi bilan kasallangan bemor bo'lsa, u qayerdadir borib o'tirgan bo'lsa, 2 soatning ichida o'sha yerga kirgan odam emlanmagan, immuniteti yo'q bo'lsa, albatta kasal bo'ladi. Chunki bu shunaqa kontagiyoz yuqumli kasallik. Hattoki o'lgan odamda ham bu kasallik yuzaga chiqadi. Shuning uchun har bitta vaksina qiladigan yuqumli infeksiyani o'zini bilishimiz kerak. Masalan, nima uchun roddomda BCG qilamiz? Chunki bolamiz 1 yoshga davr tuberkulozli meningit kasalligidan kasallanmasin va o'lmasligi uchun. Bu birinchisi. Nima uchun gepatit B qilamiz roddomda? Chunki gepatit B bu onka kasallik. Ertaga bola emlanmasa, agar uni bolasi yoki tug'ilayotgan joyda virusli gepatit B ni tashuvchisi bo'lsa, shu bolaga yuqmasligi uchun nima qilamiz? Unga gepatit B ni birinchi dozasini albatta qilamiz. Agar u gepatit B ni tashuvchi onadan tug'ilgan bo'lsa, 3 soat ichida qilishimiz kerak. Lekin u tashuvchi emas onadan tug'ilgan bo'lsa, demak 24 soat ichida qilishimiz kerak. Bu juda muhim. Demak, emlash jarayonida bolalarning yoshi, emlash vaqti, ikkinchi emlashga bolalar 2 oyligida keladi. 2 oyligida biza pentavalentli vaksina deymiz, heksavalentli vaksina deymiz. Ya'ni bir marta inyeksiya bilan 5 ta yuqumli kasallikka qarshi emlash deymiz. Nima uchun bitta inyeksiyada? Chunki bolangiz 5 marta kelib yurmasligi uchun. Va bu vaksinalar bugungi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining barcha talablariga javob berganligi uchun. Bundan tashqari o'zimizning O'zbekistonga kelganda O'zbekistonning Farm qo'mitasida ham tekshirilib, ruxsat bergandan keyin qilinadigan vaksinalar. Nima uchun sizni bolangiz, misol uchun, bo'g'ma dedimi, difteriyada tashuvchilik juda yuqori. Misol uchun, kimdadir bu mikrob bo'lsa, u albatta tashuvchi bo'ladi va boshqalarni nima qiladi? Yuqtiradi. Yoki bo'lmasa, qoqshol deymiz, stalniak deymiz. Stalniakka chalinib, qoqshol bo'lib bolani o'lib ketishi kerakmi? Chunki bu kasalliklarni bugungi kunda to'liq davolanishi yo'q. Uning uchun yana qo'shimcha holatda zardoblar kerak. Zardoblar juda ham qimmat va bu kasalliklar bugungi kunda sekin asta nima qilyapti? Yo'qolib ketyapti. Poliomiyelinitni yo'qotdik mana, Xudoga ming qattiq shukr. Onadan bolaga o'tadigan virusli gepatit B dan qutuldik, Xudoga shukr. O'zbekiston sertifikat oldi. Qizilcha degan qizamiqqa o'xshagan kasallik bugungi kunda yo'q, undan qutuldik. Demak, to'g'ri emlash jarayonlari olib borilsa, ota-onalar o'z vaqtida bolasini olib chiqib emlatsa, birinchidan bu kasallikka moyillik yo'qoladi. Bu kasallikka qarshi ularda immunitet hosil bo'ladi va u kasallikni yenga oladi. Uchinchidan kollektiv immunitet hosil bo'ladi. Jamoaviy
immunitet. Bu demak jamoamizni hammasini biz nima qilgan bo'lamiz? Muhofaza qilgan bo'lamiz. Agar shunday qilmasak, misol, o'sha 10 ta bola, 100 tadan 10 ta bola emlanmadi dedik. U kasallikka chalinsa, u nechta odamni yuqtiradi? Bitta qizamiq o'zi 20 ta odamni yuqishi mumkin. Chunki 2 soat ichida o'sha yerga kirib chiqqan odamlar yoki 100 tamiz bitta auditoriyada o'tiradigan bo'lsak, o'shandan hamma moyillar hammasi kasal bo'ladi. Mana poliomielitni yo'qotdik. Lekin poliomielitni ham, difteriyani ham, qo'qsholni ham, ko'k yo'talni ham nazoratini olib boramiz. Laboratoriya tashxislarini o'tkazamiz. Qizamiqni ham, qizilchani ham. Chunki biz bilishimiz kerak, aholida bo'layotgan yuqumli kasalliklar qaysi birlari? Mana misol. Chunki sizlarga mavjud va sizlar bilasizlar. Umuman yuqumli kasalliklar chegara bilmaydi ular. Misol uchun Qozog'istonda ko'k yo'tal bosh ko'tardi. Bizga xabar keldi. Chunki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti darrov axborot beradi. Ehtiyot bo'linglar, chegara hududlarida emlash jarayonlarini ko'paytiringlar va butun respublika bo'yicha ogohlikni oshiringlar. Chunki u yerda ko'k yo'tal ko'paydi, meningokok kasalligi ko'paydi, yoki bo'lmasam qizamiq kasalligi ko'paydi. Demak, biz nima qilamiz? Aholi bilan ishlaymiz, davolash profilaktika muassasalari bilan ishlaymiz va aytamiz, emlash jarayoniga o'ta javobgarlik, o'ta mas'uliyatni his qilgan holda ishlanglar. Aholini chaqiringlar, aholi bilan birga ishlanglar va ularga emlash jarayonining mohiyatini tushuntiringlar deb aytyapmiz. Qarang, 2003-yilda respublikamizda eng oxirgi emlashdan keyingi asorat yuzaga keldi. 97-yildan 2003-yilgacha O'zbekiston Respublikasida 36 ta emlashdan keyingi og'ir asorat va 24 ta holatda o'lim bilan tugadi. Sabab nima? O'rganishlarimiz. Birinchidan, aholi emlash nimaligini bilmaydi. Emlashdan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan asoratlarni bilmaydi. Shifokorlarimiz ham bilmaydi. Nazorat yo'qligidan bular o'z vaqtida ota-onalar bu kasallarni emlagandan keyin isitmasi chiqsa, qattiq qichqirib yig'lasa, bitta nuqtaga bola qarab qolsa, onasini ko'kragini emish uchun olmasa, bola doimiy ravishda bezovta bo'laversa, ota-ona nima qilish kerak? Ota-ona uni shifokorga olib kelish kerak. Aytish kerak, men emlagan edim. Bolam tuppa-tuzuk edi. Emlagandan keyin shu holat yuz beryapti, doktor deyish kerak. Telefon ham qilish kerak emas. Darhol shifoxonaga olib borish kerak. Agar o'z vaqtida yordam berilsa, ana shu kasalliklardan vujudga keladigan, ya'ni emlashdan keyin vujudga kelishi mumkin bo'lgan holatda oldi olinadi. Endi aytib o'taman. Bunday holatlar vaksinadan yuz bermaydi. Vaksinalarning o'zidan keyin hech qanaqa yuqumli kasalliklar vujudga kelmaydi. Qaysi holatlarda emlashdan keyingi holat deb baholanishi mumkin? Qachonki bola kasal bo'lgan bo'lsa, uni shifokor to'liq tekshirmagan bo'lsa, ota-onasi bolasiga befarq bo'lib, unda bo'lgan kasallik etmasdan kelib xo'ja ko'rsinga emlab ketsa, yoki bo'lmasam noto'g'ri unga tashxis qo'yib o'sha jarayonda emlasa, shundan keyin bolada albatta emlashdan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Lekin aytib o'tishim kerak, hamma emlashdan keyin bolada o'zgarish bo'ladi. Bu boladagi o'zgarish 3 kun, 5 kun, 7 kun, 21 kungacha davom etishi mumkin. Qanaqa holatlar? Bu oddiy yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu isitma bo'lishi, lekin isitma baland ko'tarilishi kerak emas. 37-5 bo'lishi mumkin. Bola noxosh, o'zini his qilishi, ya'ni qanaqa? Bolangiz o'ynab o'tiruvdi, emlagandan keyin bolada
uyqu paydo bo'lishi yoki bo'lmasam g'ijinishi, ana o'sha holatlar falaj holatga kelishi mumkin, lanj holatga. Endi qarangda, shunaqa paytlarda ona ota bolaga hech bo'lmasa 3 kun e'tiborli bo'lishi kerak. Shifokorlar, vaksinatorlarimiz har doim buni ota-onaga aytadi. Lekin bundan boshqa birorta bir holat, hatto shu holat bo'lsa ham albatta bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga aytamiz deydi. Lekin bir xil holatlar bor, chunki biz nazorat olib boramiz. Emlashdan oldin bolaga dorilar berish kerak-da, dori bergandan keyin emlash kerak. Yo'q, unaqa bolalarni faqat shifoxonada, agar bola kasal bo'lsa, uni sog'lomlantirish jarayonida qilish kerak. Bu umuman boshqa narsa. Shuning uchun ota-ona o'zini farzandiga javobgarmi? Demak, bolasi emlanmadimi? Emlash jadvalini olib, mani bolam mana shu paytda emlanish kerak deb o'zi qiziqish kerak birinchi. O'zi qiziqqandan keyin emlash xonasiga kelgandan keyin hammasini shifokordan so'rash kerak, tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak va vaksinatsiya xonasiga kelganda shpritsi bormi, vaksina qanaqa, nechta odam oldi, qanaqa bo'lyapti, ana o'shalarni hammasini ko'rishga, so'rashga ular haqqi bor. Hattoki bu vaksinani sertifikati bormi yoki yo'qmi ham so'rashga haqqi bor. Bemalol. Biz ruxsat beryapmiz. Olinglar, ko'ringlar, ota-onalarga tushuntiringlar. Chunki ota-ona to'liq tushuncha hosil qilgandan keyin bolasini bemalol emlashi mumkin. Va uni sizlar buni aytib hammasini ko'rsatinglar. Mana sertifikatlar, mana emlash daftarchalari, marhamat cho'tga hammasini yozinglar. Agar misol uchun nima uchun 2 oylikda birinchi vaksinatsiyada e'tiborli bo'lish kerak? Chunki siz unga oqsil moddasini yuboryapsizmi? U bolada agar o'zgarish bo'lsa, qanaqa o'zgarish? Isitmasi baland chiqqan bo'lsa, talvasalagan bo'lsa, u bolaga ikkinchi marta u vaksinani qilmaysiz, boshqa vaksinani qilish kerak. Eng isitma beradigan va reaktagin holda bo'ladigan vaksinalardan bittasi bu pentavalent vaksinasidagi ko'klishni komponentiga reaksiya berishdir. Boshqa vaksinalarimizda o'zi umuman yo'q. Lekin baribir o'sha vaksinalarning har bittasiga, har bitta bolaga e'tibor berish kerak.